Agar hozir shu videoni yozmasam, boshqa paytda umuman vaqtim bo'lmaydi. Umuman olganda, endi bizning grafik 6 kun ishlab 1 kun dam olamiz. Shunga qolgan paytda yo ish yoqmasligim tutib ketadi, umuman videogim kelmaydi, yoki bo'lmasa umuman esimdan chiqib ketadi. Xo'p, bugundan boshlab sizlarga mana shu kanalimda, mana shu profilimda Koreyaga oid bo'lgan, Koreyaga kerakli bo'lgan so'zlarni, lifestyle, umuman Koreyadagi chiroyli joylarni, obzorlarni, videolarni qo'yib boraman. Bemalol agar sizlarga shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, bemalol podpisatsiya qilishni unutmanglar. Bu videolarim YouTube, TikTok, Instagram sahifalarida chiqadi hammasi. Shuning uchun Koreya hayoti, umuman koreys tilida eng kerakli bo'lgan iboralarni hammasini mana shu profilda bemalol o'rganib borishlaring mumkin. Va undan tashqari juda ham chiroyli bo'lgan joylarni o'zim bilganday sizlarga obzorini qilib beraman. O'zim bilganday degani endi qanaqa plyuslari, qanaqa minuslari, umuman kelsa bo'ladimi, kelishga arziydimi? Shular haqida sizlarga ma'lumot berib boraman. Podpisatsiya bo'lishni unutmanglar.